Assalomu alaykum, qadrli MyTech televizorlari xaridorlari va MyTech YouTube kanali obunachilar. Bugun ko'rib chiqadigan televizorimiz MyTechdan 32 dyum diagonalga ega bo'lgan Whale OS bilan ta'minlangan televizorlari bo'ladi. Hamma televizorlar qatori har doim aytib o'tamiz bu narsani tekis yuzaga joylab, xavfsizlik texnikasiga amal qilib joylashimiz kerak. Komplektatsiyasidan o'zi oyoqlarini qotirish uchun o'zini samarez mixlari, pultlari chiqib keladi hamda foydalanish yo'riqnomalari chiqib keladi. Ular yordamida bemalol o'rnatib ishni boshlasak bo'ladi. Hamma xavfsizlik texnika qoidalariga amal qilib, o'rnatib, tokka ulaganimizdan keyin bu videodagi instruksiyalarni boshlasak bo'ladi. Demak, el qatori power tugmasini bosib televizorimizni yoqib olamiz. Yangi olganimizdan keyin. Televizorimiz yonib oldi. Televizorimiz yongandan keyin pultimizga ma'lum vaqt ulanib oladi. Hozir ko'rganingizdek, ulanib bo'lgandan keyin til tanlashimiz kerak bo'ladi. Eng qizig'i bu televizorlarimizda o'zimizda milliy mahsulot o'zbek tili ham mavjud. Yosh kattalar, chet tillarini bilmaydiganlar qiynalib o'tirishmaydi. O'zbek tilida bemalol boshqarishlari mumkin. O'zbek tilini tanlab, OK tugmasini bosamiz o'rtaga. Mintaqamizni tanlashda ham O'zbekistonni tanlab olamiz. Kanallar topishda, nastroykalarida kerak bo'ladi. Ulanish haqida eslatma, bunga ham OK bosamiz. Va bu televizorlarimiz aqlli bo'lgani uchun internetga ulanishni so'raydi. Keyinchalikda bosib, agar internetimiz hozir yo'q bo'ladigan bo'lsa, o'tkazib olishimiz ham mumkin. Bizda hozir internet bor. Wi-Fi bo'lsa, simsiz internetda bosib, OK deb bosib, Wi-Fi'mizga ulanib olishimiz mumkin. Wi-Fi'lar qidirilyapti. Mana biz Wi-Fi'miz chiqib keldi. Bu yerga o'zimiz Wi-Fi'ning parolini terib olamiz. Terib olganimizdan keyin done tugmasini bosib, ulanib olamiz. Ozgina vaqtdan keyin Wi-Fi'mizga ulanadi. Undan keyin esa foydalanish shartlariga roziligimizni bildirib, tichkani bosib, rozi tugmasiga OK bosib olishimiz kerak bo'ladi. Va bizni o'sha maqtagan Whale OS tizimimiz ishga tushishni boshlaydi. Ishga tushgandan keyin bizda, ya'ni uy sahifasi ochiladi. Mana shu ko'rinishda uy sahifasida ilovalardan foydalanishimiz mumkin. Bu yerda Netflix, YouTube, Prime Video, Disney, Whale TV kabi ilovalar oldindan tayyor o'rnatilgan bo'ladi. Bundan tashqari appsni ichiga kirib, boshqa hamma ilovalar ro'yxatini ko'rishimiz mumkin. Prime Video, Spotify, Red Bull TV, Twitch hamma ilovalar bor. Yo'qlarni yana shu yerdan ko'rib, topib, o'zimizga kerakligini o'rnatib olishimiz mumkin. Ilovalar funksiyasini ko'rib chiqdik. Endi bizda televizor bo'lgandan keyin albatta telekanallarni ko'rsatish kerak bo'ladi. Telekanallarda qanday sozlaymiz? Buning uchun biz pultimizda source tugmasi bor. Mana bu ko'rsatib turgan tugma. Shunga bosamiz. Bu orqali biz aynan kanallar ko'rsatadigan qismiga o'tib olamiz. TV ko'rish turibdi bu yerda. TV ko'rishga bosib, antennaga OK bosib olamiz. Tabiiyki biz hali yangi o'rnatdik televizorimizni. Kanallar sozlanmagan hali, kanallar ro'yxati shakllantirilmagan. Shuning uchun kanal o'rnating degan yozuv bizda birinchi chiqib keladi. Osongina. Menyudan qidirib o'tirmaysiz. Kanal o'rnating degan tugma chiqadi. Kanal o'rnatishni OK deb bosamiz. Antenna o'rnatishga kirib, kanallarni avtomatik qidirishga bosamiz. Raqamli va analog kanallarga OK bosib olamiz va bizda qidiruv boshlanadi. Ya'ni hamma to'lqinlarda antenna ulangan bo'lishi kerak bizda tilni. O'zimizda hududimizdan o'tadigan to'lqinlarda o'sha O'zbekiston kanallarini qidirib topadi. Poyezd jarayoni yakunlangandan keyin avtomatik qidiruvimiz yakunlansa, bizda kanallar ro'yxati shakllanadi. Bemalol televizor telekanallarimizni ko'rishimiz mumkin. Kanal ko'rib o'tirganimizda internet ko'rmoqchi bo'lamiz yoki YouTube ko'rmoqchi bo'lamiz, Netflix ko'rmoqchi bo'ladigan bo'lsak, qanaqa qilib kanallardan yana bosh sahifaga o'tib olamiz. Buning uchun shunchaki mana bu ucha tugmasini bosishimiz kifoya. Ucha tugmasini bosganimizda mana shu bosh sahifamizga yana qaytib keladi. Hozir ko'p odamlarga telekanallardan tashqari aynan YouTube'da ham har doim doimiy ko'radigan shoular bor o'zlarini. Shuning uchun agar biz YouTube ko'rmoqchi bo'ladigan bo'lsak, mana shu bosh sahifadan YouTube'ni tanlab olamiz. YouTube ilovasini bosishimiz bilan bizda YouTube interfeysi paydo bo'ladi. Bemalol o'zimiz xohlagan videolarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Oldindan o'rnatilgan qulaylik uchun. Boshlashga OK bosib olamiz. Bu yerda akkauntimizga kirishni so'raydi. Akkauntimiz bo'lsa, bemalol kirib olamiz. Telefonimizda ko'rgan videolarimizni televizorda ham ko'rsa bo'ladi. Agar akkauntni keyinroq ulamoqchi bo'lsangiz ham, hozir ulangiz kelmasa ham, bemalol pastda mehmon sifatida kirish tugmasiga bitta bosib, YouTube'dan o'zimiz xohlagan narsani qidirib topishimiz mumkin. Mana qidiruv chap tomonda yana shortslar, gaming, musiqa, o'zimizga ma'qul narsani qidirib topib ko'rishimiz mumkin bemalol. E'tiboringlar uchun rahmat. Bugun sizlar bilan o'sha televizorni birinchi bo'lib sozlash, Wi-Fi ga ulanish
pultni to'g'ri ulash, telekanallar sozlash va YouTube funksiyalarini ko'rib chiqdik. Mabodo Whale OS tizimida ishlaydigan 32 talik televizorimizda yana qanaqadir savollar qolib ketgan bo'lsa, izohlarda bemalol yozishingiz mumkin. Ularga albatta batafsil to'liq videoda tushuntirish qilib javob beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizga obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'yishni unutmang.